Bir Arabiy ayolini bir erkakka qarab jilmayganligini ko'rdi-da, ayolini bir erkakka qarab bunday jilmayganligini ko'rdi-da, ayolini taloq qo'ydi. Haligi Arabiy ayolini taloq qo'yib aytdiki, yomon ko'rmasim, uning muhabbatini tark qildim dedi. Chunki unda sheriklar ko'payib qoldi. Uni yaxshi ko'radigan sheriklar ko'payib qoldi. Boshqalarga ham jilmayib qo'ydi dedi-da. Bizning ayollarimiz boshqalardan o'pishib ko'rishyapti. Bir jilmayganga taloq qo'yib yubordi. Sherik ko'payib qoldi, yaxshi ko'radigan sheriklar ko'payib qoldi bu ayol degan ekan. Agar taomga pashsha tushsa, chivin tushsa degan ekan. Taomga chivin tushsa, qo'limni taomdan tortaman, nafsim ishtaha qilib tursin degan. Chunki asadlar, sherlar suv ichishga keladi-da, suv ichishga keladi. Agar shu suvni it yalayotganini ko'rsa, chanqoq bo'lsa ham shu suvni ichmay ketib qoladi. Qani bizanni sherlar? Qani bizanni sherlar? Ayollarini birovlar chekalarini yalab qo'ysa ham birga yashayotgan sherlar. Bir Arabiy ayolini bir erkakka qarab